Bo'ldi, keyin chiqayotgan bo'lsa aka 16 million beraman, olib qolaman, bering. Endi mol siznikida. 20 deyapmiz, gaplashaveramiz. 20. Instagramdan qanday ko'rish faolmi? Bitta bo'lsa ham ko'rib borasiz. Keyin u ham olibdi-da, mashinani sel brandirovka qilaman, eski brandirovka yulay deyapti-da. Oldin laminatini shunday yulib telyapti, kraska sepilganda. 8 million beraman, bering mayli, oldi sotdi qila olaman, kim olsa. Bundan baland olib bo'lmaydi, 18 millionga tushadi o'sha. Biron tay yaxshimi, endi bironni ichidan ko'rib bo'lmaydi-da. Radda hisoblab olamiz. Kim olsa ham ko'rib beramiz bironni. Xo'p. Bo'lavering, bemalol. O'zingiz nomingizga aka? Ayon nomi. Generalni chiqyapti, muammo yo'q Yo'q, aka. generalni emas, Ha. nomi 30 beramiz. Gen bermaysizlar. Yo'q, Hozir shtrap bormaydi-ki. Endi baribir qancha Bal bormaydi. Prosta men aytayotganim, ya mayli, nima bo'lganga ham savdoni guringini bilib oling, agar generalni chiqsa salgina bir 5-4 so'm qimmatroq so'rayman. Generalni bermayman, oldi sotdi qila oladi desangiz, 5-4 so'm arzonroq so'rayman. O'shaning uchun so'rayman-da sotuvchidan. Mashina joyi bo'ladi. O'shanga aytaman. Nech pul so'rayapsiz o'zi? Endi mol siznikida. 20 deyapmiz, gaplashaveramiz. 20. Salonga ham yo'q-ku narxi hozir. So'raydi, malik aka. Ya, unda qiynalmay ayting-da, narx qarang. Baland parvoz narx qilsangiz ishimiz bitmaydi. Yaxshi bir niyat qilib kelibsiz, qo'ldan kelgancha men ham harakat qilaman, bir mushkulingiz oson bo'lsin, men ham olishga harakat qilaman aka. Hech kim ham o'zidan o'zi mashina sotmaydi, bilaman. Hammaga ham nimadir muammo bo'lsa mashina sotiladi. Agar juda bo'lmasa yangilash uchun sotiladi. Endi 90% pul kerakli uchun sotadi-da. Odam texnika erkakda ulovi-ku, oti-ku hozir. Hozir Rim papasi davri yashamaymiz-ku, texnika rivojlangan payt. Avvallar hammani oti bo'lgan-da. Oti yo'q odam eshak mingan. Hozir endi hamma texnika bilan oti deyiladi, erkakda oti-da bu. Hech bir so'raysiz. Aka, maydalashmay so'ratsangiz, maydalashmay so'rayman, lekin siz juda baland aytdingiz, xafa bo'lmang. So'rayman. Ko'p kishi 10 million, 20 million, 30 million qochiradi, nari borsa qimmat mashinaga. Hozir siz to'liq aka bir 60 million, 70 million qochirayapsiz-da. Bu mashinaning narxi 150 million. Akanchatilli narxi. Men 23 larni 150 dan baland olmadim. Temboli 50 ming yurgan. Yaxshi tomoni kraskasi yo'q ekan. Kraskasi yo'q aka. 4 tejik anos bo'lgan, shumkasi bor. Shumkan. Endi brandirovkani tay yaxshi bo'lsa bo'ldi. Chunki mana bu narsani ming usta ham bila olmaydi-da, menikimi. Qiladigan bo'lsa aka shunday tekshirib olsa bo'ladi. Ya bir qimmat mashina oldik aka, noto'g'ri tushunmay, men 2-3 marta so'raganim sababi ham bor-da. Endi nima deydi? Bu siz yolg'on gapiryapsiz yo rost gapiryapsiz deb ham ayta olmay qoldim hozir. Bir yaxshi taqvodor yigit kelib, qimmatroq mashina bor edi, sotib ketdi. Men u yigitni taniychi edim. Endi ishondim. Muomala, xarakteri yaxshi. Besh mahal ibodatga bala. Keyin men uni sotayman, uni mashinani. Garantiya deb uni og'zidagi gapni olib sotaman. Uni savdosi real savdoga chiqmagan mashinada. Keyin u ham olibdi-da, mashinani sel brandirovka qilaman, eski brandirovka yulay deyapti-da. Oldin laminatini shunday yulib telyapti, kraska sepilganda. Tay sepilgan, qaytarib olib kelyapti. Endi qimmat mashinaga qiyin-da. Akmal aka shunday. Endi nima qilamiz dedi. Endi nima qilaylik dedim. Buni radnoy kapoti nech pul ekan? $1800 ekan. Radnoy kapotni o'zi. Keyin $1800 yangi radnoy kapot olib berib, men qo'ydim, u odamga aytdim baribir. Endi u odam bilmadim, ukam ham haydagan edi deb oddiy yengil qutulib o'tib ketdi gap bilan. Endi ajrini ayaqqa gaplashaveramiz-da. Hammamiz borayotgan joyimiz borki. Kim qanday gap qilgan bo'lsa. Xohlagan joyni ko'rib olsin. Do'stim, qarang, ismingiz nima edi? Zoir. Zoir aka. Endi eshiting. Men sizdan foydalanmayman desam, yolg'on gapirgan bo'laman, foydalanaman. Lekin insof sari. Menga summasini qizig'i yo'q, 200 millionga olaman, 300 millionga olaman, 1 million ishlayman. Eldicha. Kimdir olsa oldi, olmasa o'zim beraman pulini, misol. Lekin degan joy bor. Buni siz aytayotgan narxlar umuman ko'tarmaydi. Narxdan salgina xabar yo'q ekan. 220 deganingizdan bitta narsa keladi men xayolimga. Siz birinchi menga olib kelib ko'rsatasiz. Agar siz bozorga tiqqaningizga yo bir 2-3 kishiga ko'rsatganingizga narxni chiroyli aytaysiz-da.
Akmal aka 170 deyapman, 160 deyapman, so'rang kelishtirib deb. Hozir olmaydi. 25lari qarang. 25, 26sini 201 millionga 26sini oldim. Bunaqa qizil palasali borku. Redline deydi. 600 turgan 1000 kilometr turgan. 1000 dan sal oshgan. Oshgan redline. 201 millionga oldim. Ana shu mashinani sotolmadim. Keyin 200 millionga sotdim men. 1 million foyda qo'yishim kerak edi-ki. 1 million foyda qo'ymadim-da, 1 million zarar yapsam berardim. Mayli, qo'lga turmasin, katta pulli narsa. Uni pulini aylantirsam, tezroq chiqib ketadi. Chem 1 million yutqargandan ko'ra. Hali boya skidka rassrochka ochilmagan edi-da boya. Ochilmagan. 25 dan 20 million, 5 million arzon edi, u ochilmagan. Qarang. Endi olgunizcha qimmatga tushgan, pul qo'shmaganman. Bu sizning texnikangiz. Ketganni o'zingiz bilasiz, men ham bilaman. Lekin bitta narsa, O'zbekiston bo'ylab sizni mashinangizni arzon so'ramayapman. Hamma mashina narxi tushgan. Agar shunga to'g'ri keladi desangiz, bering mayli. Mayda-chuyda qilmadim. 150 million bo'lsa, faqat shu kunga olaman. Ertaga men roziman Akmal aka desangiz, qiynalaman. Chunki ertani o'ziga yarasha tosh tarozisi bor. Ertangi tashvishni bugungi tashvishga aralashtirib olmayman. Agar 150 ga bersangiz olaman, maydalashib so'raman. O'zi 140 so'rayman, keyin bitta qo'shibroq bir 4-5 million qo'yib so'rayman dedim. Ko'nglimdagi narxdan sal baland so'radim. Aytaman, mol sizniki, o'ylab ko'ring. Mana shu bugunning hisobidan olaman shu mashinani, shu bugunning hisobidan. Sizga mana bir do'stona bir maslahat. Bir ikkita, uchta joyga ham bir narxlating. Endi hozir avtokredit hammasi mashina sotib oladi-ki. Bir hisoblating. Men bitta narsa mashina furushdan 1.5 so'm baland olaman, lekin undan arzon sotaman. Baland oldi degani, mana misol 1 million 2 million ulardan balandroq olaman-da 1 million qo'yib sotaman. Lekin ular 1 million 2 millionga ishlamaydi. Ular umuman qoplamaydi. Menga bo'laveradi. Men shu jihatdan ham mana uncha odam kelib turadi. Keyin kraskalarni, hamma narsasini ko'rib beraman. Ustalar bemalol ko'rib aytadi. Bir ikkita, uchta joyga ko'rsating, 150 milliongacha bo'lsa men olaman. Rostida. O'zingiz nechta pul bo'lsa berasiz. Qarang, yana bir yo'li ham bor-da mana. Hamma mashina men olishim shart emas. Men ola olmasam ham siz sota oling deyman-da. Bu gapning ma'nosi, men buncha odam kelib turibdi-ku. Siz bir akanchatilni uzul-kesil narxda aytsangiz, xo'p, men ola olmasam rizq atoyi Xudoda. Rizqingiz qo'shilgan bo'lsa, benasib ketmaysiz-da. Balkim shayxdan kimgadir to'g'ri kelib olar mashinangizni. Aka to'xtagan oxiran o'zi aytaman 200 ham aka. O'lamanda. To'g'ri, aka pul kerak bo'lib turibdi-da. Hali ham pul kerak bo'lib turibdi degan sizga. Agar pul kerak bo'lmasa 300 degansiz. Aka 200 dan og'layapman. Ya mayli. Endi aytamanki, mol sizniki. Men yo bayroqdagilar hech kim pul tikmagan. Endi 200 haqiqatan endi hozir olmaydi. Juda masala. 200 ga endi buni 23 ta qiyin. 25 va 26 bo'lib turgani, yurgani bir 2000, 3000, uni 200 desangiz, uni amallab ko'rsa bo'ladi-da. Harakat qilib 200 ga yaqinroq qilib. 23 larni u pullar so'ramaydi. Chengini. Rasot yo'q aka. O'zi bunadi, oladi, haydab ketadi. Xo'p, turib ham turing hozirroq. Turib ham turing. Odamlar ko'pki, balkim kim bilandir sizni o'zingiz muomalangiz yaxshi kelishib 1.5 so'm qaramayman siz beraverasiz. 150 ga to'g'ri kelsa aka, mana men o'zim olaman. Shu kunning hisobidan bemalol kelavering. Yana ham ikkita, uchta kishiga ko'rsating. Men qilgan narxni birovga aytmayman-da, shunchaki ko'rsating. Agar mendan past so'raversa, bo'ldi, keling, men pulingizni beraveraman. 150 million. Bu degani, aka, o'yinroq bo'ling, men sizni aldab ishlamoqchi emasman. Hech kimni aldamaganman. Aldamayman ham-da. O'shuning uchun aytaman. Bemalol ikkita, uchta joyga borib bitta narxlating. Faqat menga olib kelganingizni, men 150 so'raganimni aytmang birovga. Mana bir do'stona maslahatim, jim o'tirib sotaman deng, nech pul olasan? Faloncha so'm. Menikidan past bo'lsa olib keling, menikidan baland bo'lsa mayli. Rizqingiz ko'proq olgan deyman, sotib keling. Xafachilik yo'q bizda. 5-10 minut ketmay ham turing. Baribir bitta ikkita qiziqadi-da baribir. Assalomu alaykum. Xo'p. Yo'qing qani motor? Ko'raylik. Xalosda qilib qo'shing. 2010 bir oycha Lexus Kansaner
Tomiyacha kraskami. Arka farq qo'yilgan oldi o'sha yerda qo'yilgan. Motor yaxshi. Motori yaxshida. Tomiya kraska. Kimdan olmaydi aka mashina? Akam simdoshini dadasi. Aka simdoshini dadasiniki. Bu gench chiqar qisqasi. Dokument tomonda Qayerdan o'zizniki? Tomiyacha kraska ekanda. endi rangi sal pal tushgan, sepilgandan quyosh ko'targan. Uslitrlar qo'yilgan. Yo'q, fartuk ham qo'yilgan ekan. Qo'yilgan ha. Mayli, shu mashinada. Keling qani. Keling, to'g'ri o'tirish. Nechta pul so'rayapsiz? Mana endi o'z aqlaydi. Instagramdan qanday ko'rish faolmi? Bitta bo'lsa ham ko'rib borasiz. Ko'rib borayotgan bo'lsangiz yaxshi. Nech pul deysiz? Bir aytingmi? Baribir siz sotuvchi, yo'q, unda kelishda aytavering. Unda baland narx aytmang. Unda narxlay olmaydi. Bir 2-3 million qochiring. 15-20 million qochirmang. Uni qochirayotgan zo'q. O'zi buni dod bahosi 20, undan baland olmaydi. Qanday aylantirsangiz ham. Polni kraska 2009 1.6. Motor, ходовой, коробка ishlab. O'zi o'shan olinyapti-da. Ha, umuman ishi yo'q-da. O'zi o'shan olinyapti. Boshqa narsasi Lekin bu kraskasi bo'lishi mumkin, salpa, lekin boshqa tomonlama kamchiligi yo'q, 100%. ya sal-pal emas, polni kraska. Uslitr qo'yilgan, arqa farchik qo'yilgan. Kraskasi bo'lishi mumkin, lekin motor, ходовой, коробка, balon hammasi zakoni bo'lganda, xarajati yo'q. Mayli endi shu mashina nima bo'lganga. Eski mashina. Bo'ladi desangiz maydalashmayman. 20 million bo'lsa qolsin, bularni o'zi narxini hamma biladi. 20 million, agar yarim radnoy bo'lsa 22 million mashina. Kam emas. Zo'r, maydalashmay o'tdim-da. Bo'lsa bering olaman 20 millionga. O'zi pastroq so'rashim kerak-da, men o'zim bo'latgan qilib so'rayapman, keyin berishmayapti-da. Pastroq so'rasa, sal o'xshatib so'rasa bo'ladi. Ha, mayli, olganga ham shu mashina. Ismingiz nima edi aka? Navruz, ha? Navruz aka, nima, nech pullar xayol qildingiz? 25 lar xayol qildingizmi kamiga ham? 25 dan sal balandroq. O'sha 25 lar xayol qilib kelgan ekansiz. 25 tortmaydi Navruz aka. 25 ga radnoy olsa bo'ladi-da. Xafa bo'lmang. Shunday. Mol sizniki olingan payti baland bo'lgan, narxlar tushgan. Hozir bunday narxlar ko'tarmaydi. Ko'tarsa ham. Past emas, zo'r so'radim. Yigirma 4 million 500 ga shuni radnoyini sotdik. Bozor kuni. 24 million 500 ga 2009 1.6 Lux Kansaner kraskasi yo'q, chiri joychalari bor, ishlov berish kerak bo'ldi. Radnoy sotaman. 24 million 500. Hozir buni polni kraska 20 million so'raman. Yomon so'ramadim. Bu ham bir omonat savdo. Maydalashmay so'radim. 20 salkam. Ha, Navruz. Jaladan nechta? Ikkita. Kattasi necha ekan? Kichikroq. Ichki. O'zi nechinchi? Yoshi 2000. 2000? O'zimi? 2000 lar ham yoshmasda endi 26 ga kirdinglar. Hozir hammasi deydi-ku. 20 million yomon so'ralmadi, Navruz bor, omonat savdo, bugungi savdo. Bering, bersangiz olaman. Undan balandlik qiladi mashinaga. O'zi 1-2 kun oldin 24 million beraman. 24 millionga bermadim-da. Kimga? Qo'shniga. Qo'shniga sotmang buni. Xarajati yo'q lekin. Mana Shunday berasiz. O'zi tushunmay birinchi kor bilan 6 kilometr qaytsa motorni eritib keladi. Bu bir. Keyin eski mashina-ku, tiqillaydi, boshqa narsa bo'ladi. Sandan oldim, beg'aga, mayda gap ko'payib ketadi. Hamsa eski mashina sotib bo'lmaydi, yangisini ham sotib bo'lmaydi. Shu begonadan olsa hamma tinchgina yuradi. Gilam sotsa bo'ladi hamsa, mashina sotib bo'lmaydi. 25 dan balandroq beramiz.
Ha, mayli, men ololmayman, lekin men sotib ko'rishga harakat qiling. 25 million deb aytib ko'raman. Ko'ring, kimdir olsa puli kerak emas. Lekin 25 million desa beraman. lekin men ololmayman u pulga 25 ga. Bilib turibman-ku, o'zingiz 25 ni. Endi nima qilay, menga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2009 16. Lux konsertlar endi ishlamaydi, bor lekin konsertlar ham. 2010 ha. 16 Lux konser asli bo'lgan, polni kraska. 25 million bo'lsa sotaman deyaptilar. General davrni chiqadi. Akalar ichimizga oluvchi bormi 25 million naqd pulga? 2010 16 metan gazi bor. Endi 5-10 minut turing, hozir siz bilan savdo qilaman yana. Balkim kimdir olar. Xo'p, men mana shuni bitta ko'ray. Bu ham sotuvga ekan, Bobur. 22 ga qolsin, 500 ming 1 million qilib qo'shmadim. Yo'q, ana shunisi bo'lmaydi-da. 22 million beraman, men ham bir kishini prosta mana aytib qo'yganim uchun olaman. Bo'lmasa, mayli deb kutib turaverdim. Aytilgan gap uchun olyapman-da. O'zi 500 ming so'mni xarid berqa dedi, 24 yarim dedim, hali 24 dedim. 500 ming qilmadim. Ya, aka. 22 bo'lsa, 22 bo'lsa, menimcha bu yerdan oladigan kam o'sha aka aytib ko'radi. Mayli, olsa olmasa, bu yerdan olishmasa, u akaga ko'rsataman. U aka ham olmasa ham barisiga pulini beraveraman. 22 bo'lsa, Navruz qolsin, undan baland shunday. Chinguring. Men bir gaplashib beraman. Bitta gaplashing. Men sherga bo'laman, aytasiz. Men 3 ga mana Chinguring, Navruz sotuvga qo'yaman-da. Hozir 23 olib turib 24 sotuvga qo'ya olmayman. Bu pulni ko'tara olmayman-da. Narxni o'zim sun'iy tarzda ko'tarib olmayman. Lekin 22 ham mayli, men rozi bo'ldim. 500 ming qo'shmadim, 1 million qo'shmadim. Prosta dangal gapirayotganingizni ko'rdim-da, hozir dangal kesib gapirayotgan. To'xta, men ham dangal qo'yaman deb 2 million qo'ydim. 500 ming qo'ydim yo 1 million qo'yib so'rab, bo'ldi, bering demadim. Guringlaringiz dangalroq, lekin ko'nmayapsiz. Endi men dangal gaplashyapman. Moshinangiz bersa ham hali bermayapsiz. Akamiz so'rab, bravo. Yo, mayli, endi 1 million uchun qaytarib ketmang. Men to'g'risi, mayli, el olsa, el oldi, el olmasa o'zim olaman. Yana bir kishi bor, unga ham ko'rsatib ko'raman. 23 bo'lsa beraman. 23 ga men sotuvga qo'yib qo'yaman. Hali qoplamaydi. 24 balandlashib ketadi juda. Mashina olaman deyapti, pul kerak degan uchun sotyaptilar. Gap 1 million. Ha, mashinalarniki narxi tushib kelyapti. Mashina olishib keladi o'zi. Mashinalar narxi tushib kelyapti kundan kun. Yaxshiki real savdodan mashina sabrli bo'lib kutib turib olsa ancha arzon oladi. Sizga kelamiz. Menga oluvchini qizig'i yo'q, kim olsa ham hammani bir xil ko'raman. Uni shunday, uni shunday demayman. 1 millionga emas, 4 kraskasi yo'q bo'lishi mumkin. Kraskada mashina dedi. Mashinadagi kraskada. Motori. 23 bo'lsa beraman dedi oxirgi. 23 ga baland. O'zlaridan ham mashina olib kelamiz dedim. 23 ga ololmayman, lekin bitta narsa, Navruz xafachilik bo'lmasin. Bera olsangiz mayli. Bering 22 ga, agar 22 ga ham bergisi kelsa 23 ololmayman. 22,5 bo'lsa qolsin, tavakkali olaman. Tavakkal. Olib bering tex pasportingizni. Xo'p, akalar, agar birinchi davra aytiladi, shahdan olaman, minaman degan odam bo'lsa, ko'rsin akalar. 2010 16 Lux konditsioner Nexia 2. Generalni davrni chiqadi, kraska asli bo'lgan. Asli bo'lgan, stokalari bus-butun turibdi. 22 million 500 ming so'mga olindi akalar. 23 million 500 bo'lsa sotiladi. İchimizga oluvchilar bormi, minaman degan akalar. Minaman degan dehqoni bo'lsa ko'rsin, beraman. Generalni davrni chiqadi. Shuni registratsiya qildiring. Keling aka. Navruz, shuni registratsiya qiling. Hozir bir kishi bor edi, 5 million berib ketgan. Juda chiqib olmasa, prosta o'sha akaga telefon qilib, keling, ko'ring, elni ichidan o'tdim deb aytaman-da. 5 million berib ketaman. Ya, menga u 5 million berib ketgan odam bor. Siz berib ketgan 5 million nima qilaman? Hozir oladigan odam kerakmi? Lekin hozir pulim yo'q boshqa. Ha? Yetanni olib qilaman. Erta olib kelsangiz bo'ladi. Bering. Qayerdan sizniki? Qamash. Qo'lni bering. Qamashini qayerga? Tallindan. Ish nima ishda? Ish oddiy ish, bekorchilik.
Bekorchilar Kobul binyotuvdi-ku. Ha, yo'q. Nexia tushib qoldimi o'sha bekorchilar? Yo'q, kim gapiradi? Cho'ta oila ekanmi deyman-da. Nevaram gapiradi. Nevarangizga ham qani nevarangiz? Rozimisiz? Abzorni aytaman, qarang. U yigitga keyin nima qilmang? 2010 birorta Lux kansar ishlamaydi, lekin azizit bo'lgan. 22 million 500 ga oldim. 1 million qo'yib sizga sotaman. Qoladigan 1 millioningizga rozimisiz? Rozi bo'ling. Ha, kalinglar. Biri 5 motor ekan. Krapan ekan. Yili nechida? Necha qo'ygan ekan? Bu ham 2006. 2006 biri 5 gidrolika bor, Lux Biskansani. Polni kraska. Nech pul so'rayapsiz aka? Ol yaqinroq ancha bo'lmadi, bir oyga yaqinlashdi 25,5 oldim. Yo'q. Nima qildim? Davlat surib hozir endi Imronga chiqarmadi. Problemalar bo'lib, oilaviy sharoit bilan sotadigan bo'lib qoldim. O'zizga ham. Buni hozir oldi sotdi qilib sotaman deydigan bo'lsangiz, nech pul sotasiz hozir? 8 million beraman. Bering mayli, oldi sotdi qila olaman, kim olsa. Undan baland olib bo'lmaydi, 18 millionga tushadi o'sha. 10 millionda dokumentam. 8 millionga bersangiz olsa bo'ladi, 10 million dokument 18 millionga tushadi. To'g'risi-da. Agar generalni bera olaman desangiz 15-16 millionlik mashina. Yana necha egani bor ekan? 2006 1.5 motor. Polni kraska. Shu gidrolika bor. Endi bilaman sizga hozir o'z sal tayin mala olgan ekansiz-da. Ha? Ishga minaman dedim, sakrashinaga kelib zart qildi. Hozir bratishga ham ishga qaytarib qo'ygan. Undan yo'q, endi hozir doktor masala bo'lib qolgan. Shuning iloji uni bozor olib chiqdim. To'g'ri, men foydalanish niyatim yo'q. Lekin hozir bu dokument bo'ladi-da bu. 10 million dokument o'zi. Dokument puliga ham hozir qimmatda 20 ga misol, mana mana so'rab turibman 20 million. Ko'zingiz oldida yuring. Egasi 25 deyapti, 20 bo'lsa olaman dedim. Menimcha 25 ga hech kim olmaydi buni mana. Ha, endi bu Nexia 1.5 motor teng bor. Eng injiq motor. Nexia birlanchi. U pulga olmaydi. Bersangiz mayli, agar doktorlik ishlaringiz bu deyapsiz. Qayerda mashinada bu? Kasb. 10 million beraman mayli, agar doktorlik ishingiz bo'lsa bering. 10 millionga dokument bo'ladi, 20 millionga tushadi olgan odamga, bilasizmi shuni? Mana shuni so'ragan pulim bo'ladi. Agar doktorlik ishingiz bo'layotgan bo'lsa mayli, bering 10 millionga olib qolaman. Undan balandini ola olmayman, to'g'ri tushunasiz. O'zingiz nech pul sotish ko'nglingiz? Doktorlik masalan mayda shu nimalari bilan 20 milliondan ziyodroq ketadi. Hozir qo'lim umuman qurib qoldi-da. Uni mana bu yerdan chiqib ketgan. O'sha to'g'ri davolatsak, tepatishlarni ko'tarib qo'yadi. Davolatish ko'rsatsa bo'lmaydi. Buni pullar olmaydi lekin hozir. Agar shuni sotaman deb qilaman deyotgan bo'lsangiz, lutchi boshqa joydan bir pul olishib turingda, buni sotmang. Chunki buni pulga sota olmaysiz, aka. Qiyin pulga sotish buni. 10 millionga bersangiz olaman, 10 million dokumentga ketadi, 20 million bo'ladi. Xo'p. Hozir siz 20 million bo'lsa sotaman deyapsiz, 10 million dokumentga ketadi, 30 million. Endi 1.5 polni kraska 2005-yil. Olmaydi-da, aka. Endi u odam xayolga aylantirib ko'raman desangiz ham zapis tortmay qo'yadi. Qiyin-da, aka. Juda qiyin narsa. Lutchi sotishga ko'z qiymayotgan bo'lsa, pul olishing birorta og'ayni, oshna bilan. Alishib turadigan yaxshi og'aynilar bo'lsa, alishib turing. Qiyin lekin. Xafa emasmisiz mendan? Xafaman. Xo'p. Lekin buni 20 millionlik mashina emas baribir bu, yen chiqsa ham. Nech pul? Bo'ldi, yen chiqayotgan bo'lsa aka 16 million beraman, olib qolaman, bering. Sizga yordam beraman. O'zi 14 million so'rayman dedim. Mayli, 16 million beraman, bering, olib qolaman. 1.5 xaridor juda kam.
Egasi kelishi kerak ha buni. Xaridori juda kam. Polni kraska 2005 ha? 2006. 2006 ha. 2006 Nexia 1. 1.5 motor. Bering mayli 16 million olib qolaman. Necha pul bo'lsa berasiz? Aytingchi, mayli elga aytamiz. Sizni ishingiz bitsin shu kun. Oxiri 20 Tushunuvchiga men hozir O'zi juda baland so'radim men 16. Xo'p, akalar ko'ringlar, Polni kraska 2006 1.5 motor Nexia 1. 20 million bo'lsa beraman deyapti egasi, 20 million. Agar oluvchi bo'lsa ko'rsin. Siz ketib qolmang, 5-10 minut turing. Juda chikim olmasa gaplashib ko'ramiz. 16 million bo'lsa chek qilma.